Assalomu alaykum. Kecha videodan keyin ko'pchilik so'ragan ekan, 6 yo'nalishga qanday topshiriladi, qanday ro'yxatdan o'tiladi deb. Hop, kecha videoda aytgandim, ya'ni 25 sentyabrda qabul boshlanadi, ochiladi deganim, ya'ni 2025-yilda shunaqa holat bo'lgan edi. Hozir 2026-yilda holatiga ko'ra yangi qarorlar chiqyapti, ya'ni vakantlarni ko'rib chiqilyapti hozir, tekshirilyapti. Hop, agar tasdiqlansa 22-23 avgustdan boshlanishi mumkin ekan qabullar. Va o'sha qabulda qanday ro'yxatdan o'tib, yana qanday topshirishlaringni videosini hozir ko'rib chiqamiz noldan. Buning uchun uz.bmb saytiga kirib, pastroqqa tushsalaring vakant o'rinlarda tanlovda ishtirok etish degan joy bor. Shunga kirib xizmatdan foydalanishni bosasizlar. Bosganlaringda sizlar topshirishlaring mumkin bo'lgan yo'nalishlar kelib chiqadi. Bo'sh joylar. Shularga tanlab saqlash tugmasini bosib qo'ysalaring. Qabul jarayonlari tugagandan keyin bir haftada natijalar e'lon qilinadi. Hammaga omad. Sizlarga foydali bo'lgan videolar chiqarishda davom etaman. Sahifamga obuna bo'ling. Bu videoda o'qishga kirolmagan do'stlaringizga jo'natib qo'ying.